Texnika masalasidan ozgina muammoyimiz bor edi. Noqulay joyda joylashganda, xarajatlarimni 3dan 1ni ham qilmayman endi. Bu juda zo'r bo'ldi. Surxondaryo viloyati Boysun tumani Machay qishlog'idamiz. 20 sot joyda bog' qilib, oilaviy dadam, oilam, farzandlarim bilan yerda bog'dorchilik bilan shug'ullanamiz. Ona hosillarni yig'dik, xudo xolasa. Asosan qizil olma, krepson, golden olma egib, yilida 5 tonna, 10 tonna olma olamiz. Bog'larni yig'ib hosilni terdik, 15 tonna olma oldik. Avval 50 tub edi. Hozir 200 tubga yetkazdik shu mevali daraxt sonini. Yoshligimdan sherda katta bo'lganman. O'zimizda joy. 8-10 yil ketyapti mana shu bog'ni barpo qilganimizga. Qancha ishlov bersangiz, shuncha yaxshi bo'ladi-da. Yarim kilo, 1 kilolik olmalar chiqyapti sherdan. Texnika masalasidan ozgina muammoyimiz bor edi. Mana xudo xolasa bu ham bartaraf bo'ldi. Dadam bilan maslahatlashib, mahallamizga bordik. Labo berildi. Men juda ham xursandman. Mana bugun o'zimda texnikam bor. Yuklarni bemalol hech kimga iltimos qilmayman. Avval qiladigan xarajatlarim o'zimning yonimga qoladi. Bog'imiz o'zi sal noqulay joyda joylashganda, avval ko'p xarajat qilardim. Mashinam bor, o'zim texnikam bor, yukni ortib chiqaraman. Avval qiladigan xarajatlarimni 3dan 1ni ham qilmayman endi. Mashinani kreditlarini 1 yilga bormasdan yopib yuborishga harakat qilaman. Biz yoshlarga muhtaram yurtboshimiz mana shunday imtiyozlar yaratganidan juda mamnunman. Boshqa yoshlarga ham tavsiya beramanki, bunday imkoniyatlardan foydalanish kerak. Bizga shu o'zi niyat qilib yurgandim, labo olishim kerak edi, imkoniyat bo'ldi. Shuni oladigan pulimga hozir mana olma olib xaladenlikka qo'ydim, mol bog'ladim bitta ikkita. Juda yaxshi bo'ldi bu. Keyin boshqa yoshlarga ham tavsiya beraman, bundan foydalanish kerak. Katta niyat qilganman. Tadbirkorligimni kengaytiraman, xudo xolasa. 10 kishi, 20 kishini ish bilan ta'minlayman. Qolgan yoshlarga ham tavsiya beraman. Buni hech qanday qiyinchilik joyi yo'q. Naborat bizga katta imtiyoz bo'ldi. Bundan foydalanish kerak.